Tövəndə diqqətinizə Daron Acemoğlu bilan James Robinsonning Dövlətlər, yəni millətlər nemiş halak boludu degan kitobidan haftalik tarjima. İkinci bab, ikinci paragraf. Talan-taraj xarakterdagi va hamma kishini o'z ichiga oladigan iqtisodiy masala. Dövlətlərin iqtisadi muvaffaqiyatlarının o'xshamasligi, ularning iqtisodining qandaq yurishiga ta'sir ko'rsatadigan va kishilarning aktivchiligini qo'zg'aydigan muassasalarning o'xshamasligidandir. Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyadagi o'smirlarni va ularning hayotdan nimalarni umid qildiganliklarini tasavvur qilib beqing. Shimoliy Koreyalik o'smirlar eglik tiklash ideyasi ijodiylik bo'lmagan va ularni texniklik xizmatga erishtiradigan ma'rif sharoiti yo'q muhitda nambratlikqa bo'g'ilib cho'ng bo'lishidi. Ularning maktabda oldigan tarbiyasining ko'p qismi hokimiyatning mustahkamlanishiga foydaliq mengiyish maqsadidagi tashviqot bo'ladi. Ularning kompyuteri tugul hatto o'qig'idek tuzuk kitoblarmi bo'lmaydi. Maktabni bitirgan har qanday biri askarlikda 10 yil turdi. Bu o'smirlar o'zlarining shaxsiy mulkiga ega bo'la olmaydiganligini, tijorat qila olmaydiganligini va yoki hayotlik uchun shuncha tirishchanlik ko'rsatib, qonunsiz deb bekitilgan xususiy tijorat faoliyatlari bilan shug'ullansimi, o'zlarining bayashat turmushga erisha olmaydiganligini bilishidi. Ular yana qobiliyatni ishga sola oladigan va yoki tapqanlarni ishlatib o'zlari ehtiyojliq ham arzu qiladigan tovarlarni setib ola oladigan bozorlarga berish fursatlarga erisha olmaydiganliklarini bilishidi. Va hatto o'zlarining qaysi xil shakldagi insoniy huquqlarining barlig'ini ilg'i qilisha olmaydi. Buning aksiga Janubiy Koreyadagi o'smirlar yaxshi ma'rif tarbiyasi ko'rdi. Tirishchanlikning mevasini ko'ra oladigan, o'zi yaxshi ko'rgan kasbda chaqnay oladigan ilg'or muhitda cho'ng bo'ladi. Janubiy Koreyaning egiligi xususiy mulkchilik asosidagi bozor egiligidir. Janubiy Koreyaning o'smirlari o'zlarining bir kunlarda muvaffaqiyatli korxonachilarga yoki xizmatchilarga aylanishsa, salgan mablag'lari va ko'rsatgan tirishchanliklarining mevasini yeyalaydiganliklarini bilishidi. Ular uy va mashina ham sifatli bo'lgan sog'lomlik sug'urtasi setib olish orqali turmush saviyasini yuqori ko'tara oladi. Janubiy Koreyada hukumat iqtisodiy faoliyatlarni qo'llaydi. Shunga korxonachilar banklardan va pul muomala bozorlaridan mablag' qarz ola oladi. Chet el shirkatlari Janubiy Koreyaning shirkatlari bilan hamkorlashib tijorat qila oladi. Shaxsiylar mortgajga tayinib uy setib ola oladi. Umuman aytganda Janubiy Koreyada siz o'zingiz yaxshi ko'radigan har qanday tijoratni qilish erkinligiga ega. Shimoliy Koreyada bu ishlarni qilish sizga zinhor mumkin emas. Janubiy Koreyada siz xizmatchilarni ishga qabul qila olasiz. Mahsulotlaringizni yoki mulozimatlaringizni sota olasiz. Bozorlarda pulingizni o'zingiz xohlagan shaklda xarjlay olasiz. Shimoliy Koreyada bo'lsa, bozor yo'q bo'lib, bar bo'ldi degan taqdirda u xatarga to'lgan qorong'u bozorlardan iborat xolos. Bu o'xshamagan qoida tuzumlar Janubiy va Shimoliy Koreyaliklar yashaydigan muassasalardan iboratdir. Janubiy Koreyadagi yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridagi keng xalq ommasining o'zining talanti va mahoratini to'liq ishga solish va shaxslarning o'z orzu qilgan usulda iqtisodiy faoliyatlar bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yadigan va rag'bat beradigan muassasalari hamma kishini o'z ichiga oladigan muassasalardir. Hamma kishini o'z ichiga olish uchun iqtisodiy muassasalar xususiy mulkning bexatar, qonun tuzumining adil bo'lishini
və kişilərin baravar halda öz əmgəklərinin nəticələrini almashtırı alışı həm bir-biri bilan toxtam tüzəlişini təmin etadigan ictimai mülazimətlərini gəvdiləndirə alishi kerak. O yana kişilərin yeni ticaretlərini elib berishi və kasblarini erkin tanlashiga yo'l qo'yish kerak. Janubiy Koreya bilan Shimoliy Koreyaning hamda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Latin Amerikasining bir-biri bilan selishtirma qilinishi mundaq bir umumiy prinsipni tushundirdi. Hamma kishini o'z ichiga olgan muassala iqtisodiy faoliyatlarni kuchlantirish, unumdorlikni oshirish orqali iqtisodning gullanishini qo'lga keltirdi. Xususiy mulkka igdorchilik qila olgan kishilar mablag' silishga intilib, ham ishlab chiqarish unumdorligini yuqori ko'taralagini uchun xususiy mulk huquqini kafolatlantirish masalaning yadrosidir. Mahsulotlarning o'g'irlanib ketishi, musodara qilinilishi va yoki baj hisobida tortililish mumkinchiligi bo'lgan savdoda tijoratga mablag' silish va yangilik yaratish o'yining bo'lishi u yoqda tursin, hatto uning xizmat qilishga ra'y bo'lmaydi. Lekin jamiyatga ko'p sonli xalqning xususiy mulkka igdorchilik qilish huquqi cho'qim bo'lishi kerak. 1680-yili Britaniya hukumati o'zining G'arbiy Hindidagi mustamlikasi bo'lgan Barbadosda nopos tekshirish ilib borgan. Nopos tekshirishning xulosasi bu oroldagi taxminan 60 ming kishining 39 mingining afrikalik qullar bo'lib, ularning bu yerdagi noposning 3dan 1ni egallaydigan kishilarning shaxsiy mulki ekanligini ko'rsatgan. Demak, bu qullarning ko'pinchisi bu yerdagi yer zaminlarni butunlay deganligidek egallab olgan 175 nafar eng cho'ng shekar terg'ichi xo'jayinlarning xususiy mulklari edi. Bu cho'ng shekar terg'ichi xo'jayinlar bexatar ham ularning qullari ustidan yaxshi ijro qilinadigan xususiy mulk huquqlariga ega bo'lgan. Agar bir xo'jayin qullarini boshqasiga sotmoqchi bo'lsa, u shunday qila oladi va hatto sotning bu sodini va yoki tuzgan har qanday to'xtamni ijro qilishni kutalaydi. Nemishqa deb so'rashingiz mumkin. Chunki bu orolda tinchlikni barliq keltirguchi deb qaralgan sot mahkamasidagi 40 nafar sotchining 29 nafari dal shu shekar terg'ichi xo'jayinlardan edi. Ondan sirt 8 yuqori darajalik harbiy ofitserlarmi shekar terg'ich cho'ng xo'jayinlardan edi. Gerçi Barbadosda aniq ham bexatar ijrochi bo'lgan mulk huquqi va orolning yuqori qatlam kishilarga foydali to'xtamlar bo'lgan bo'lsa-mu, bu yerdagi noposning 3-2-sining qullab bo'lgani sababli ular ma'rif yuzida ko'ralmagan ham o'zlariga foydali iqtisodiy faoliyatlarni elib bora olmagani uchun yoki mahorat bo'lmagan yoki o'zlarining talanti va hunarini ishga solishga rag'bat beradigan sharoit bo'lmagan. Shunday bo'lganligi uchun Barbadosning iqtisodiy muassasalari hamma kishini o'z ichiga olmagan. Hamma kishini o'z ichiga olgan iqtisodiy muassala yuqori qatlam kishilar uchun emas, balki jamiyatning hamma qatlamida yashaydiganlarning bexatar bo'lgan xususiy mulk huquqining va iqtisodiy fursatlarining bo'lishini talab qiladi. Bexatar bo'lgan xususiy mulk huquqi, qonun, ommaviy mulozimat va to'xtam tuzish ham almashtirishlarning hammasi hokimiyatga, ya'ni tartib tuzish va yurgizish, o'g'rilik va aldamchilikning oldini olish hamda xususiy gavdalar orasida tuzilgan to'xtamni ijro qilish jihatda majburlash tusidagi idora qilish iqtidoriga ega bo'lgan bu muassasaga tayinadi. Bir jamiyatning ravon shaklda yurishishi boshqa ommaviy mulozimatlarning, masalan, yo'llarning yasalishi, tovarlarning yo'tkilishini kafolatlantiradigan qatnash transport to'rining shakllanishi, iqtisodning gullanishini ishga oshira oladigan ommaviy asosiy muassasalarning bo'lishini va aldamchilik va boshqa jinoyatning yuz berishini to'sadigan ba'zi asosiy qoida nizomlarning bo'lishini talab qiladi. Garchi bu ommaviy mulozimatlarning ko'p qismini bozor va xususiylar ta'min eta olsa-mu, ammo bu ishlarni umumyuzlik amalga oshirishda zarur bo'lgan o'zaro bog'lanishni hech kim emas, faqat markaziy hokimiyatlar bajara oladi. Shunga hokimiyat qonun va tartibning
xususiy mulk va to'xtamlarning qo'g'dug'uchisi ham ijrochisi sifatida va hamda ommaviy mulozimatlarning asosli ta'minlaguvchisi sifatida shaksizki iqtisodiy munosabatlar bilan iqtisodiy muassasalar bilan chambarchas bog'langan bo'ladi. Hamma kishini o'z ichiga olgan iqtisodiy muassasalar hokimiyatning bo'lishiga ehtiyojli bo'lib, u ham hokimiyatdan foydalanadi. Shimoliy Koreyada yoki mustamlika ostidagi Latin Amerikasining ilgari tilga elib o'tilgan meta inkomiyanda yoki repartimento tuzumlaridan iborat iqtisodiy muassasalarda yuqoridagi xususiyatlar bo'lmagan. Xususiy mulk Shimoliy Koreyada mavjud emas. Mustamlika ostidagi Latin Amerikasida ispan pushtidan bo'lganlarning xususiy mulki bexatar bo'lgani bilan yerlik xalqning xususiy mulkining bexatarligi intayin tuvan bo'lgan. Bu jamiyatlarning hech qaysisida keng xalq ommasi o'zlari xohlagan iqtisodiy faoliyat haqida qaror chiqara olmagan. Ular keng ko'lamli majburlashga duch kelgan. Bularning hech qaysisida hokimiyatning huquqi keng xalq ommasiga zarur bo'lgan gullashni ilgari suradigan ommaviy mulozimatlar bilan ta'minlashga ishlatilmagan. Shimoliy Koreyada hokimiyat tashviqotni asosiy o'ringa qo'yadigan ma'rif sistemini qurib chiqqanligini bilan ocharchilikning yuz berishining oldini ola olmagan. Mustamlika ostidagi Latin Amerikasida hokimiyat yerlik xalqni majburiy emgakka selishga diqqat bergan. Bu jamiyatlarning hech qaysida kishilarga fursat barobar bo'lmagan yoki adil bo'lgan qonun tuzum ham bo'lmagan. Qonun tuzum Shimoliy Koreyada hokimiyat beshidagi kompartiyaning hammani chapadigan qo'li bo'lgan bo'lsa, Latin Amerikasida u keng xalq ommasi qarta kamsitish elib boradigan qurolga aylangan. Biz bu xil muassasalarni, ya'ni hamma kishini o'z ichiga oladigan muassasalar deb atganimizning qarshi turadigan bu xildagi qarshi tarafida turadigan bu xildagi muassasalarni talon-taroj xarakterdagi muassasalar deb ataymiz. Bundaq atishimizning sababi bu xil muassasalarning kirim va boylikni jamiyatning bir qatlamidan bulab bilib, ya'ni to'van qatlamidan namratlardan bulab bilib, yana bir qatlamga, ya'ni yuqori qatlamdagi hokimiyat beshiliklarga ilib berish uchun laylanganligi sababidandir.